Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan yana shunaqa yangi video kontent bilan ko'rishib turganim bilan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan jiyanimga ham qolali, ham yankali qilamiz. Xullas hammasi birda faoliyatimizni davom ettiramiz va mahallamizni obzor qilib kontentimizni davom etamiz. Oyisi o'qishga kirdilar, shuning uchun o'qish paytlarida o'zim orqali qarab turaman. Quyoshlarda o'tirib binafsha nurlarida soat kunduzgi 11 gacha foydali. Undan keyin iloji boricha panada, soyada turishga harakat qilamiz. Qo'shni bola ham bizga bu sayohatimizda sherik bo'ldi. Xohlasa Abubakir jiyanim ham 3 yoshga to'lsa sentyabrda bog'chalarga chiqib ketadi. Hamma bola mashinada sayr qilishi, mashina haydashi, mashina minishi yoqtirgani kabi jiyanim ham bundan chetda qolmagan. Bu akalari bor, buni akalarini ham shunaqa yoshlik paytlarini menga eslatib, o'sha paytlarni juda ham sog'intiradi. Ular kichkinaligida akalarida bu mashina bo'lmagan, bu mashina keyinroq olingan. Abubakir hozir jiyanim endi bitta o'zi mirqib uchadi mashinasini. Xudo xohlasa 3 yosh bo'lib qoladi sentyabrda va u ham bog'chaga chiqadi. Keyin maktabga chiqadi. Akalari yuqori sinflarga yana maktabda o'qishligini davom ettirishadi. Bugun ertalabdan opalari bor. Opalarini bog'chaga olib borib tashlab keldimda, keyin tez-tez choylarimni ichib, ozgina uy joylarim ishlarimni qilib Abubakirni ko'chaga olib chiqib, shu doim ertalabki asosan soat 11largacha o'sha quyosh ultrabinafsha nurlari ostida ko'proq sayr qildirishga, o'shanda ham 11largacha 11dan keyin chetroqga, salqinroqga o'tishga harakat qilamiz. 11largacha quyosh nurlarida aylantirish juda ham foydali deb eshitganman. Shunaqa qilib aylantirib hozir mana uyga ketyapmiz, aylantirib yana mashinani tashlab chiqamizda, keyin qushlarga, ya'ni suv bo'yiga borib salqin daraxt soyasida dam olib o'tiramiz. Aziz obunachilar, mana hozir biz uyga ketyapmiz. Yoz fasli shunisi bilan qiziq. Hattoki bahor fasli kelishi bilan shu bahor, yoz fasllari banka berkitish mavsumi desa ham adashmayman, chunki birinchi bo'lib banka berkitish shu malinadan boshlanadi. Malina ko'rdingmi, u bo'ldi, mavsum boshlanibdi. Demak, mavsum ochiq deb e'lon qilibdi deb o'zimga o'zim gapirib qo'yaman. O'zbeklar doim shu yozda chumolida uyiga tashmalab qishlikni g'amlab qo'yishadi va qish bo'yi shu g'amlangani bilan asosan kun ko'rib qishni o'tkazishadi. Men shu faqat o'zbeklarni va o'zbeklardan tashqari boshqa millat, ayniqsa ruslarni, yana bir qozoq, tatarlarni, xullas boshqa millat vakillarini ham o'zbeklardan ham zo'r banka berkitishini, juda ham assortimenti ko'p ham ularni banka berkitishligini bilaman, YouTube'larda kuzatganman. Hattoki lol qolasan, o'zingnikini har doimgi bir xilligini qilgin ham kelmay qoladi. Aytishadi-ku, qabrgacha ilm izladi. Shuning uchun doim o'sha har xillik qilib yangilarini, o'sha mana har doim yangi narsalar kelib ko'rib, o'sha yangi narsalar chiqqani kabi shu bu narsalarni ham o'sha assortimentlari ko'payaveradi. Shuning uchun o'sha har doim bir xillikdan ko'ra assortiment har xillik qilib yopisham qiziqroq ko'rinadi. Ham bir xillikda odam charchab ketadi. O'zbeklarga tekkan kasalman deb juda ham bir har doim shu ishni qilaverganidan endi o'sha yanada ko'proqni o'sha yukni ortib oladida, yukni biza hadeb doimiy bot takrorlanganidanmi bilmadim. O'sha nagruzka bo'layotgandek tuyuladi xuddiki. Vaholanki har doimgi o'sha
keraklicha miqdorda o'sha balki o'tgan yilgidan kamroq qilinadigandir, lekin shunaqangi odam zerikib ham ketadi, desa ham kelmaydi. Shu o'zbeklarga kelgan kasalmi bu, nimaga shunaqa o'zbeklar degan paytlarim ham bo'lgan. Shu kichkinaligimizdan shuni o'zani ongimizga qo'yib, o'sha qarashib, shu oilaviy birga qilganimiz uchun shunaqa odam zerikib ham ketgan, hattoki charchab ham ketgan va bezib ham qolgan desam ham adashmayman. Hozir yana buni ustiga hozir judayam zamon ilg'or texnologiyalar davriga kelib, texnologiyalar rivojlangan davrda bu ishlar judayam ba'zilar uchun bu balkim jonga tegmas, lekin qanchadir foiz o'sha qanchadir qism aholiga, o'zbek aholiga, bir o'zbeklarga, bir ayrim bir oilalarning o'zbek bolalariga bu o'sha jonga teggan deb o'ylayman. Balki bordir, o'sha qancha qilsa ham bu ishdan zerikmaydigan. Balki nimagaki ularda o'sha har xillik bor bo'lgani uchun ham, intilish kuchli bo'lgani uchun hamdir, balkim shuning uchun ham ular charchamas. Balki biz qotib qolgandirmiz. Nega yemaysizlar deb mana men bunday qilib qo'yaman, yeysizlarmi deb yana o'sha narsani qilaverish bu juda ham besamar ish va odamni ham zeriktirish, hayotdan bezdirishmi deb bu aksincha o'zi bu ishlar aksincha birgalikda ahillikda o'sha oilaviy o'sha ish jarayonida, ishdagi ish kabi ish jarayonida oilaviy muhabbatni uyg'otish bo'lishi kerak bo'lgan narsa deb hozir o'sha hisoblayapman. Lekin ming afsuski ba'zi o'sha ayni shu qatori biz o'zimizda ham, shaxsan menda ham bu narsa bezishga olib kelgan. Xullas, oysiz 10:12da darsdan chiqdilar va shu uchrashib birgalikda uyga kirib ketdik. Qahqishimda ko'chada yurmasdan uyda dam olib, ishlarni chalg'ib, keyin soat kechki 4da yana bog'chaga borib, opalarini olib, yana shu suvni bo'yiga kelib aylanib, qushlar ham aktiv bo'lib berishdi va ular bilan dam olib, miriqib, tomosha qilib, keyin yana uyimizga qaytib keldik. Sizlar bilan ko'rishganimizdan, sizlar shunaqa kontentlarlab suhbat olib borganimdan juda ham xursandman. Meni kanalimdan uzoqlashmaylar, aktiv bo'linglar deb qolaman. Juda ham xursand bo'laman. Kommentga albatta fikringizni ham yozib qoldiringlar. Qani, bu yog'iga endi bo'shashmaymiz, harakat qilib